Mana yana bir baxtli mijozimiz o'z otalariga mashina sovg'a qildilar. Yosh bo'lishiga qaramasdan, akajon, tabriklayman. Rahmat. O'z ota-onamga shu Kia sovg'a qilmoqchi edim. Dadamning bugun tug'ilgan kuni. Tug'ilgan kunlari, Ha. tabriklayman aka. Nimaiki niyat qilgan bo'lsa, Rahmat. niyatlari yetsin. Xudo xolasa keyingi tug'ilgan kuniga aka Sorento avtomobil hadya qilaman. Rahmat. Aka, tabriklayman. Yaxshi kunlardan bo'lsin. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar, ko'p sonli kuzatuvchilarimizning talab va istagiga binoan bugun Kia Deno avtosalondamiz. Narx-navo necha pul bo'lyapti, qancha chiqyapti, hammasi haqida to'liq ma'lumot beramiz. Assalomu alaykum. Sog'ligingiz yaxshimi? Yaxshimisiz? Siz charchaysizmi? Birinchi bo'lib kuzatuvchilarimizning talabiga binoan mana shu mashinadan Bu Kia Sorento modeli. O'zining narxi 636 million so'mdan to 771 million so'mgacha bor. Bu model aynan 7 mestaligi, 651 million 900 ligi. Buni hozirgi kunda obunachilarga va mijozlarimizga skidkalarimiz bor. Skidkalar qilib beramiz 50 million, 55 milliongacha yoki foizsiz muddatli to'lovga ham olsalar bo'ladi. Ya'ni o'zining narxini 2 yilga bo'lib beradi, foizsiz tartibda qilib beramiz. hech qanday ortiqcha pul to'lanmaydi. To'lamaydi, 1 so'm foiz ustiga minmaydi. O'zining narxini bo'lib berasiz. 2 yilda. 2 yil davomida foizsiz qilib beramiz. Bundan tashqari boshqa modellarimizga hozirgi kunda 3 yilga foizsiz muddatli to'lov ochilgan. K5 va Sportage modellari foizsiz muddatli to'lovga ochilgan. Kelib ko'rsangiz bo'ladi. Bularga ham 3 yil hech qanday ortiqcha pul to'lanmaydi. 3 yil hech qanday foizlarsiz o'zining narxini bo'lib beradi. Oyiga 6 million 500 ming so'mdan chiqadi. Bularga Ha, boshlang'ich to'lovi salkam 50% dan tashkil topadi. Buni o'z K5larimiz 469 milliondan rassroshkaga ochilgan, 469 milliondan 540 million eng oxirgi full paysasigacha ham bor. Oldin yo'q edi. Kia Deno avtosalonimiz shuni eng full paysasini ham qilib beradi foizsiz muddatli to'lovga 3 yilga. uni ham xuddi shunday 5% olsa bo'ladi. Shunday befoiz olsa bo'ladi. Keyin bundan tashqari chegirmalarimiz ham bor. Agar naqd to'lov qilasa yoki avtokreditga olinsa 60, 65 million, 50 million skidkamiz bor. Bularga ham Bularga, K5 modellariga. naqd pulga faqat. Naqd pul yoki avtokreditga qilib beramiz. Sportage modeli, Sportage modeliga ham hozir bu oyda ko'p modellarimizga katta rassrochka ochilgan, aynan shu oyga. Sportage modelini ham 3 yil foizsiz muddatli to'lovga olsalar bo'ladi. Buni ham xuddi shunday ham. Ha, xuddi 3 yil. o'shanda o'zining narxini bo'lib beradi. Hech qanday foizlarsiz keling. Bu Sportage buni narxlari 449-900 dan boshlanadi. 559-900 gacha bor. 2,5 atmosferli motor bo'ladi. Hozir bu turgani 2 lik atmosferli motor. 5 yil yoki 150 ming kilometr kafolati bor bularda o'zida. Servisimiz bor, zapchasimiz bor bilsangiz. Biron zapchas kerak bo'lsa, mo'y almashtirish bo'lsa, hamma xizmatlar shu yerda bo'ladi. Hech qanday zapchasdan muammo yo'q, to'g'rimi? Zapchasdan muammo yo'q ekan. Ko'pchilik shu narsadan qo'rqadi, zapchas topilmaydi deb. Lekin zapchas hech qanday muammo emas. Muammo emas, shunday. Hamma narsa bor, to'g'rimi? Shunday, hamma narsa o'zimizda shu yerda bor. Sotuv bo'limida ishlaydigan bolalarimiz bor, servisda ishlaydigan bolalarimiz bor. Bo'lmagan taqdirda ham skladimizda bir kunda olib keltirib beradi. Zapchasni. Bu ham xuddi shunday. Naqd pulga olsak, Naqd pulga olsangiz 50-55 milliongacha foyda bilan olsangiz bo'ladi. Agar muddatli to'lovga olaman desangiz 3 yil siz uchun foizsiz qilib beramiz aka. bizni kuzatuvchilarimiz kelib qolsa, bizni nomimizdan nima bonuslari bor? Kuzatuvchilarga aka, xo'p, setga qo'yib beramiz. Oldiga abrisovka, Old abrisovkaga zashta setga qo'yib beramiz. Tagiga temir karter va polliklar qo'yib beramiz obunachilaringizga. shular hammasi biz nomimizdan kelganlarga tekin. Shunday. O'sha masalan qo'yilgan narsalarga, masalan setka yoki pollik qaysi model tanlasa o'shalarda nechta bonus bo'lyapti. Hozir pollik, setka, tagida zashta karter. 3 ta hozircha. Gap yo'q, tonirovka xizmatini ham qilib beramiz. Tonirovka ham ketdi, biz nomimizdan. Sizni nomingizdan tonirovka xizmatini ham qilib beramiz. Bo'ldi. Mana hurmatli kuzatuvchilar, mana shu bonuslar hammasi sizlar uchun. Bizni kanalimiz nomidan kelganlarga mana shunday bonuslar bor albatta. Shunday. Bularda hamma ma'lumotni oldik. Endi xudo xolasa mana qo'ldan kelguncha ko'pchilikni talabiga binoan arzonroq Kia Sonet haqida ma'lumot bersangiz. Aka, albatta Sonet modellarimiz ham bor, bilib turibsiz. Sonet modellarimiz birinchi paysalari 199 million mexanika bo'ladi. 2-3lari avtomat korobka.
Ular 222 million, uchinchi pozitsiyasi esa mana 249 million 900. Bu uchinchi pozitsiya polni full varianti. Buni ham nimasi 5% qilib olsa bo'ladimi? Albatta qilib beramiz. 2 yilgacha foizsiz muddatli to'lovga qilib beramiz. O'zini Hech qancha ortiqcha pul to'lanmaydi. yo'q. Bu modellar hozirgi kunda sotuvda tayyor. 10 kun, 15 kun bunaqa degan joyi yo'q. Avtosalonimizda 1 soat 2 soat ichida bank xodimlari she'rda o'zida 2 soatda rasmiylashtirib o'z nomiga chiqarib beradi. Shu modelni bir haydab ko'rsak bo'ladimi? Bo'ladi aka. Bo'ladimi? Ha, bemalol bo'ladi. Hech qanday unda pul narsa Yo'q, to'lanmaydi. yo'q aka, pul talab qilinmaydi. Sizdan talab qilinayotgan narsa bitta haydovchilik guvohnomasi talab qilinadi, bo'ldi. Bo'lmasa bitta shuni haydab kuzatuvchilarimizga bir ko'rsatib bersak. Bo'ldi, ketdik aka. Ketdikmi? Ha, haydovchilik guvohnomangizni bersangiz ro'yxatga olamiz, bemalol haydaysiz. Bo'ldi, ketdik. Keling. Aytganingizdek juda yengil ekan yurishi. Yurishi juda zo'r aka. Ixcham, manyorniy mashin, tortish bo'yicha mana o'zingiz haydab ko'rib, test drive qilib ko'ryapsiz. Rasxodi ham aka 100 ga 6-2 litr rasxod qiladi. Shahar ichi boshi 8 tagacha boradi rasxodi. Masalan, metan yoki propan qo'yaman desangiz, bemalol metan, propan qo'ysangiz bo'ladi-da, muammosiz buni qo'yish. Bir xil yuraveradi, to'g'ri. Shunday. O'zini cruise control bor, 70 tezlikka qo'ying, 70 tezlikda bir xil ketadi. Rasxodlari mana bu yerda monitorda o'zida ham ko'rsak bo'ladi. Ekonomistik kamligi. Ko'rsatib turibdi haqiqatan ham. 6-7 tanishni ko'rsatyapti. Eko varianti ham bor ham buni. Buni yuqori pozitsiyalarda sport, eko, normal rejimlari bor. Behuz aka, bu modelda hozir normal rejim bor, bir xil rejimda yuradi. Bu hozir biz aytayotganimiz eng prostoy variant, ha? Bu ikkinchi pozitsiyada o'sha avtomat korobka monitorlari bor. Uchinchi pozitsiyada lyuklari qo'shiladi, o'sha kojniy salon, sport, eko, normal rejimlari bo'ladi. Mashina qanday, o'ziga yoqdimi aka? Zo'r, lekin yurishi ancha shum-pum narsa umuman yo'q. Juda yengil yurar ekan. Yengil, yaxshi yuradi mashina. Tortishlari ham zo'r, afg'onga chiqishga hech qatdan ikkilanmasdan afg'onga chiqsangiz ham bo'ladi. 1,5 atmosferli motor. Hozir bunda 5 yil yoki 150 ming kilometr motor korobkasi garantiyamiz bor. Garantiya beramiz. Avtosalonimiz servislardan muammo yo'q. Shu garantiyaga mana misol uchun gaz qo'ysak, shu garantiya saqlanib qoladimi? Gaz qo'ysangiz, motor korobka chiqib ketadi-da, multimedia sistema bu tomon garantiyada qoladi. O'sha garantiyani ichiga. Shunaqa. Gaz ham bemalol o'zlaringiz ham qo'yib berasiz. Bolalar bor, qo'yib berishadi, chiroyli qilib o'zi usta bolalarni o'zi necha yil garantiyasini ham beradi qo'ygan gaziga. Biz multimedia sistema garantiya qoladi, multimedia sistemaga biz garantiya beramiz. Chunki motor korobkaga garantiyadan chiqadi. Behuz aka, mashina qanday? Yoqdimi sizga? Mashina yoqdi menga, hech qanday kamchiligi yo'q. Men-ku haydab ko'rdim, bizning obunachilar ham kelib bemalol haydab ko'rsa bo'ladimi? Albatta aka, bemalol bo'ladi. Bitta haydovchilik guvohnomasi evaziga shunday kelishadi, ro'yxatdan o'tkazamiz, bemalol haydab ko'rsalar bo'ladi. Xohlagan modelni Xohlagan modelni test drive qilib haydab ko'rsangiz bo'ladi. Hech qanday muammo bo'lmaydi. Muammo bo'lmaydi. Muammosiz minib ketasiz, haydab yurasiz. Test drive qilib ko'rasiz, mashinani qandayligini, xarakteristikasini, yurishini, tezligini ko'rasiz. Mana hurmatli kuzatuvchilar, bemalol kelib istagan modelni haydab ko'rsalaringiz bo'ladi. Hech qanday muammosi yo'q. Bonuslari ham bizning nomimizdan kelganlarga chiroyli bonuslar ham bor. Zo'r bonuslar qilib beramiz. Aynan Behuz aka nomidan kelsalaringiz, avtosalonimizdan yaxshi skidka va yaxshi bonusga ega bo'lasiz. O'zingizni yana qiziqtirgan ma'lumotlar kerak bo'lsa, bemalol pastdagi nomerlar yoki Telegram, Instagram, YouTube kommentariyaga yozsangiz ham mana shu akalarimiz o'zlari sizlarga batafsil ma'lumot berishadi. To'liq ma'lumot berib o'tamiz. Biz bilan qoling, bizni kuzatishda davom eting. Sog', salomat bo'ling.